Joydan ber. Bor bo'ldi, bor ekan. Va mazza olibdi bor. Hozir endi shu desang, obunachilarimizdan yangilik so'rayapti. Shu desang, yangilik qachon endi? Sendan so'ray chiqaring. Bilmaysanmi? Sen bilaman. Nima deyman obunachilar? Obunachilar uyalib kirib ketdi-ku. Yangilik yo'qda qaroqchi. Vaziyatlar, nima bo'lyapti? Kimlar mana yerga sandiq tashlayapti. Sandiq. Mana bu kompotmi? Ha, kompot. Qanaqasi? Gilasigimi? Jidimizdan yutib kompot. Sandiqni boshqa yo'llarni. Kim qilyapti? Hozir mana chetda tarafda. Yomon ekan-ku bu. Nega ko'rmayapti? Nima o'tiribsan? Ha, o'tiribsan. Mayli o'tirganmiz. Kaloshda Jo'xa, voy jo'xa. Ha, nima deysan? Muammo yuzaga keldi, ko'chaga yo'l muammo hozir sodir bo'lishi kerak edi. Keyinroq sodir bo'lsa bo'lmasmidi? Bilmayman, tezroq. Mayli. Xo'p, hozir muammoni o'tar indamasdan. Eshik ochmoqda aqlli bo'lib kerak. Qani muammo sodir bo'lishi kerak. Ko'chani o'zida muammo bo'lib yotibdi. Ko'chani yo'q, qarayman mashina. Dedim ko'rayim. Vaziyatda qilsan. Ha, jo'xa. Tinch. Qanaqa muammo sodir bo'ldi? Qanaqa muammo? Bitta shunday aytdi-ku, ko'chada muammo sodir bo'ldi deb. Ha, muammomi? Qaysi? O'sha sen aytgan muammo. Qanday muammoni aytyapsan? Bilmayman, qarang, bor yo'q asab. Asabni bilmading. Men asab, sen ham menda ham asab bor. Voy yetellar, menga qaranglar, voy qara. Qara deyapman. Nima ekan? Hello deysan. Voy, qarang, mana nima bo'ldi? Kompot. Ha, kompot. Qalaysiz? Yaxshimisiz yo'q? Qani janob mer? Shamalarga ketdilar. Ha, bo'pti, rahmat, kechirasiz. Sister. Voy yetellar, nima aldadinglar? Uyda emas ekan u. Kandilda 40 piyola choyni qilib ichadi. Ha, mana ishxonada o'tirib-turib, turgani yo'q. O'tirish bilmaydi. Janob mer, janob sudya bu sizdan keldi, mana u.
Kavga savjurasida. Assalomu alaykum. Va alaykum, Kajomatdan gap. Tinch-ku, janoblar. Ko'chada bomba yuzib kelibdi. Ha, uydan keldi, chiqib ko'tarolmayapti. Sen ko'tardingmi? Yo'q, qayerdan ko'tarib? Yetmagan narsa, qayerdan yetmagan? Ha, to'g'ri, to'g'ri. Nima qilmoqchisan? Nima qilmoqchisan? Maslahat ber. Bilmadim, ekskavator nimani chaqiramiz. Yo'q, bo'lmaydi. Hadi ishda nima bor ekan sandiqda? Bilmayman, ochib qo'yapti. Ketyapti. Tushunarli man. Qanaqadir zirhli mashinani ekskavator bilan olib kelaman bor. Ha, shunaqa qilsanglar faqat. Maylisda ketdim. Aytganda, bu ham kech kerak. Qancha bolar ekan? Hozir men internetdan ko'ray ichida. Yo'q, kursda ekan. Boshqa? Ha, Olaylik senga. bo'ldi hozir. Bir, to'rtta. Bo'lganlar bilan ketdim. Xo'p, xayrlash. Yetganlar hozir ekskavatorni man olib kelaman, olib kelsam. Senga so'rayapti. Jim o'tirladi. Vada qo'yib ishlovkan yetganlikdan sekin yurar ekan. Bor o'zi bu kuchli mashinalar sekin yuradi. Endi buni bilaman boshqa ko'chaga olib borishim kerak. Menga qanday olib borishga tushunmayapman. Yerlarda surolamikan? Surolmayapti. Bu ham o'zi o'sha sandiq surolmaydimi deymanda bir qol ko'rayotgan traktormi nima balo bilmayman. Ko'ramiz короче, avozlaydi. Buni arzonni ko'rsa yakalash tushunaman mashinadan. Orqasida короче, mavz e'tibor bermaysiz, bu yer haydaydigan narsami? Mana o'sha suradigan narsa. Atak traktor bor. $100 qo'ygan короче, 2 soat ishlatishga berishdi. 2 soatda hal qilmagan olib berdi traktorda. Haydaydi traktor. Benzin olib kelamiz keladi. Buguncha benzin keldi. Hozir bizga deydi. Bunaqa mashinalar ko'tarolmasam lekin bilmadim. Talonchi narsa bo'ladi, balki ko'tarolmasam. Traktor keldi, qochib короче, yeterlar. Bu narsani umuman bir kunlik foydasi yo'q ekan. Sizda yalib ketib qoldi. Hozir bitta odam bor. Ko'tar oladi. Nima? Xotinim. Kimsan? Xotin ish ko'tarolmaydi buni. Erkak ish ko'tarolmagandi. Yo'q, xotinim karate'ga bordi. Karatega aloqasi bor ko'tar. Har magan jondan umid qilganda aytib ko'rayda. Ko'tarolmaydi. Bitta BMW batlar. Rostami? Ha, rostami. Bo'ldi kerak, ish tashlashdi. Hop, hozir olib kelaman. Ota, borib ota qaydasam, ota do'stlar ko'taradi. Ko'rmaydi bo'lamiz. Qaraydi. Ota qaliza yaxshi. Короче, bitta sandiq bor edi. Ko'tara olsam, sen karatega borgansan, to'g'rimi? Ko'tara olasan, to'g'rimi? Ko'tarasan. Bu tushunmagan keyin tavlan bor, xo'pmi? Men bari chiqib borish kerak-ku. Bu
Korotchida yani endi chet ellar korotchi hozir keladi. Chiqarib ko'tardi. Notlarni ko'taradi hozir. Hozir ketib qoladi, sabr qilinglar. Chunki u tayyorlanib kelish kerak edi. Mana keldi. Boshqa galishmas ko'taradi. Давай, давай. Mana hozir qaranglar. Ana ko'tardi. Короче,